Assalomu alaykum azizlar. Boshlangan kun barchangiz uchun muborak bo'lsin. Bugun ham sizlar uchun va sizning hayotingizga manfaatli va foydali ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Meni kanalimga yangi a'zo bo'lgan insonlarga va ularni qiziqtirgan savollarga bugun atroflicha javob berib o'tishga harakat qilaman. Ayrimlar o'rtasida shunday savol paydo bo'lyapti: nima uchun bizga paralingvistika kerak? Aslida paralingvistika nima? Biz uni nima maqsadda o'rganishimiz kerak? Sabablari nima? O'rganish obyekti nima? Vazifalari nima? degan qator savollar bugun ayrim obunachilarimni qiziqtiryapti va bugun men ana shu savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Paralingvistikani o'rganishimizdan asosiy maqsad tana tilini o'rganish hisoblanadi. Sababi bizni ongimizda kechayotgan harakatlar aynan tanamiz orqali yuzaga chiqadi va bu begona insonlar bilan muloqotga kirishish jarayonida, aynan muloqot jarayonida sizning ichki kechinmalaringiz haqingizda, sizni qalbingiz haqingizda va sizdagi muammolar haqida ma'lumot beradi. Ana shu ma'lumotlarni o'rganish uchun ham bizga aynan paralingvistika sohasi kerak. Nima uchun aynan men ayollar paralingvistikasini tanladim? Sababi bugun jamiyatimizda ayollarga bo'lgan e'tibor juda ham kuchli. Ana shu imkoniyatlardan foydalangan holda ayollar paralingvistikasini o'rganish orqali ulardagi muammolarga yechim topishga, muammolarni bartaraf etishga o'zimni hissamni qo'shishga harakat qilmoqchiman va bu sohada aynan tana va ong ikkala tushunchani bog'liqlikda o'rgangan holda bugun jamiyatimizdagi ayollarning muammolariga yechim topishda yangicha bir uslubni yaratishga harakat qilmoqchiman va albatta bunga tinimsiz izlanishlar, o'rganishlar, kuzatishlar sabab bo'ladi va men bu jarayonni albatta amalga oshiraman. Bu yo'lda menga yaqindan yordam berayotgan insonlarga avvalambor menga ana shu ilm yo'lini ato etgan Alloh taolodan cheksiz minnatdorman. Ota-onamning duolari, ustozlarimning menga bergan beminnat maslahatlari va bilimlari uchun ularga tashakkurlar aytaman. Qisqacha bugungi sizga beradigan ma'lumotlarim ana shulardan iborat edi. O'zingizni qiziqtirgan savollar haqida bemalol shaxsiy profilimga murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'lingiz.